Bu videoni olishni dum ko'proq niyat etganman. 2015-yilda yuzimda Neus degan hol paydo bo'lgan. Bu faqat Osiyo xalqlarini edi. Kelib chiqishi haqida umuman aniq bir ma'lumot yo'q. Shundan keyin meni ko'rmagan dermatolog qolmadi Xorazmda. Bu hol deyishdan boshqa diagnoz qo'ymadilar, demanglar dedilar. Lekin bu borgan sari yuzimdagi holni do'qlashib borardi, qorayib borardi. 3-yilda esa Shahnoza Akramni buni davosi bor, lazer orqali atsak bo'ladi. Bu lazer apparati aynan urgancha keldi deb protsedurani boshladilar. Lazer orqali hozirda yuzimda umuman bilinmagan darajaga olib kelindi. Katta rahmat shuning natija bo'lgan protsedura uchun.